O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari norasmiy uchrashuv o'tkazadi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevning taklifiga binoan 29-mart kuni oliy darajadagi norasmiy uchrashuv o'tkazish uchun amaliy tashrif bilan Almaty shahrida bo'ldi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, ikki mamlakat delegatsiyalari ishtirokida O'zbekiston-Qozog'iston yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini izchil mustahkamlash masalalari hamda xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar ko'rib chiqiladi. Savdo-sanoat kooperatsiyasi, transport va logistika, energetika, qishloq va suv xo'jaligi sohalarida amaliy hamkorlikni kengaytirish hamda faol hududlararo aloqalar va madaniy-gumanitar almashuvni davom ettirish e'tibor markazida bo'ladi. 2024-yilning aprel oyi boshida O'zbekiston va Qozog'iston yetakchilarining shunday ikki tomonlama uchrashuvi Xiva shahrida bo'lib o'tgandi. Qosim-Jo'mart To'qayev Urganch xalqaro aeroportida milliy qo'shiq va raqslar bilan tantanali kutib olingandi. Tashrif davomida ikki davlat yetakchilari muzokaralar o'tkazib, qadimgi Xiva shahrining tarixiy obidalarini ziyorat qilgan edi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.